Janubiy Amerika davlatlari Braziliya. Braziliyaning asosiy qonuni LGPD. Qisqacha va muhim jihatlar. Qonun nima uchun bor? LGPDning maqsadi oddiy: shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, insonning maxfiyligi va erkinligini saqlash. Braziliyaning Yevropa Ittifoqi GDPR bilan bir tilda gapirtirish. Bu qonun 2020-yil 15-avgustda kuchga kirgan. Qaysi ma'lumotlar himoyalanadi? Shaxsiy ma'lumot, ism, telefon, IP joylashuv, email va hokazo. Nozik, sensitiv ma'lumotlar, irq, millat, siyosiy qarash, din, sog'liq holati, biometrik ma'lumotlar. Bular bilan o'ynashish ayniqsa qimmatga tushadi. Kimlarga tatbiq qilinadi? LGPD faqat Braziliyada o'tirgan kompaniyalardagilar emas. Agar sen Braziliyadagi odamlar ma'lumotlarini yig'sang, ularga xizmat yoki mahsulot taklif qilsang, ma'lumot Braziliyada to'plangan bo'lsa, joying qayerdaligidan qat'iy nazar LGPD seni topadi. Fuqarolarning asosiy huquqlari. Braziliyalik foydalanuvchi quyidagilarni talab qila oladi. Ma'lumotim bormi yo'qmi? Ko'rsat va tuzat. Keraksiz bo'lsa o'chir. Roziligimni qaytarib olaman. Ma'lumotim kimlarga berilganini ayt. Qisqasi, bu mening deytam. Xohlasam yashayman, xohlasam yo'q. Kompaniyalar nima qilish shart? Kompaniyalar ma'lumotni faqat qonuniy va aniq maqsadda ishlatish, xavfsizlikni ta'minlash, data protection officer DPO tayinlash, oshkora va halol bo'lish. Bu yerda keyin ko'ramiz ishlamaydi. Kim nazorat qiladi? ANPD, Braziliya milliy ma'lumotlarni himoya qiluvchi agentligi. U mustaqil bo'lishi kerak edi, lekin amalda davlatga qaraydi. Jazolar qanday? Agar qoidani buzsang, kompaniyaning Braziliyadagi daromadining 2% gacha yoki 50 million realgacha jarima. Bu taxminan 11 million dollar. Birgina privacy policy-ni ko'chirmay yozishni o'zi shuncha turadi. Bir jumlalik xulosa: LGPD bu Braziliyaning GDPR ga moslashgan versiyasi bo'lib, kim Braziliya aholisi bilan ishlasa, ma'lumotni ehtiyot qilmasa juda qimmatga tushadi.